Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Backcraft. Bugun videoda men sizlarga 3 ta komandlar chitni yozib ko'rsataman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, bitta like va bitta obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Biz bu videoni boshlaymiz. Mana bolalar, xatga kiramiz bizga. Ichine bir tekstcha qo'yamiz. Va mana shunday xuddi menda yozasizlar. Qisqasi command pastga sizcha qo'yasizlar va blok deysizlar yoki buni yoki mana buni bosasizlar. Ay, o'ylar xato bitib qoldik. Mana shunday qilib yozinglar. İşleydim. Mana bizning qo'limizda. Bizga dastak kerak bo'ladi. Bolalar buncha mas'uliyatli videoga yomon chiqmasa kerak. Chamiz birinchi effekt. Shunday qilamiz. Masalan, tezlik. Speedni 955 qilamiz. Ishlash kerak, buni ko'rgandim. Mana bunisini olib qo'yamiz. Endichi mana buni mahot. Sizlar qo'yish kerak menimcha do'stlar. Nima ishlamayapti? Shuni sozlash kerak. Mana shunday qilib olamiz. Ayyoramiz. Bunlarni men chatdan yozib ko'rsataman. Ne qilamiz? Effekt. Qilamiz. Speed deb olamiz va 999 255 qilsak, mana bizga 8000 soniyaga effekt juda tez ketadi. Tezlik ko'rasizlarmi? Birinchi ishlar tugadi. Sekin. Agar bu effektni yo'qotaman desangiz, effekt chasi clear qilib olasizlar, effekt yo'qoladi. Minecraftga juda uzun bo'lib ketdi. Bizda keyingi chat bu mana bu chat. Shunday qilamiz. Quloqlar yozasizlar. Masalan, diamond block. Shuni yozamiz va shuni chiqqanimizda bizda katta olmosli bino paydo bo'ladi. Bu hamma blok bilan ishlaydi. Ya, yechib qo'y. Sizlarga oxirigacha ko'rsatishimdan oldin videoga bitta like va kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bolalar, mana 3-chat yozamiz. Summon. Masalan, End Dragon. Ajdarho. Saydan keldi. Komand bo'lib tursin. Qo'yganim mana bu kerak bizga. Biz ham ishlaydi o'zi. Redstone. Belki wolf qilamiz. İşladi. Endi dragon
koyaylik içinde arkadaşlar. Wow. Ben tutamadım. Çile hemen orası. Minecraft'ın orada çok patlarlar. Küçük özellik yaptı. Minecraft'ın orada çok enfanterler var. Ama enfanterlerden bile çıkmıyor. Şanım abi. Asıl geliyor asıl. Git. Ana böyle. Asalarla hamma kutur git. Agar video yoqqanmasa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda men sizlarni hayvon qoldiraman. Keyingi videogacha men sizlarga juda ko'p chitlardan. Korоче, videoni tugatamizmi? Mayli, korоче, video tuga. Hammaga xayr. Like va obuna esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha.